Tak, undan tashqari bagajida yana nimalar bor? Ham buferlarigacha bor. O'zini zavodskoy va ustiga yopadigan qimmat nakitkalarigacha bor. Mashina absolutno stok holatda va polniy night paket. Mehrni berib haydalgan stok holatdagi, tana holatdagi Ford Mustang GT. Bu mashinalarni sotuvda, bu kim sotmasa topish qiyin. Chunki rostdan bular rastamoshkasining o'zi $50,000 turadi, 5 litr motorli. Srochniga 36,000 probeg, kraskasi top-toza, ideal. 2019-yil va Ford Mustang GT ni 49,900 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Kelib, ko'rib. Hayda endi ma'qul bo'lsa, ishoning, bilib bilmay bosib yuboradigan joyi. Rostdan apparatni jinnisi.